Chempion! Chempion! Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor yana bir marta hammalaringni shu tarixiy qo'lga kiritilgan chempionlik bilan tabriklayman. Rahmat aka, rahmat. Bu yo'lda juda ko'p insonlar mehnat qildi. Birinchi navbatda Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Hayitboyevichga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Sababi bu insonni futbolga bo'lgan mehri, futbolga bo'lgan sevgisi tufayli Farg'onada futbol yana qaytadan jonlandi va undan tashqari shu bu g'alaba ortida albatta siz muxlislarni juda katta qo'llab-quvvatlashlaring yotibdi va hammani kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilda yangi zafarlar, yangi g'alabalar barchamizga yor bo'lsin. Mana nima deydi? 2025-yilda O'zbekistonda titratdik, O'zbekiston chempioni bo'ldik. Xudo xolasa 2026-yilda endi navbat Osiyoga. Buning uchun Nefchi formasini kiygan har bitta inson, murabbiylar bo'ladi, futbolchilar bo'ladimi, unga va'da beramiz, bor kuchi bilan harakat qiladi. Farg'onada yana o'sha yil oxirida shunaqa bayramlar bo'lishi uchun, butun xalqni xursand qilish uchun nafaqat Farg'onani, balki butun O'zbekistonni xursand, yangi tarix yaratish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Islom aka, biz O'zbekiston chempioni bo'lishingizga 2026-yilda biz 100% ishonamiz sizga. Elit ligada chempion qiling, bizni mazza qiling aka. Bu aniq chempion bo'lishimiz Super Ligada. Siz keldingiz-ku. Xudo xolasa mana ko'rib turibman, jamoani shunaqa fidoyi muxlislari borligi uchun, mana shunday tadbirni tashkillashtirgan uchun fan klub a'zolari, yetakchilariga o'zim minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammasiga. Sizlardaqa muxlislari bor kamida Osiyo Chempionlar Ligasida.